Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi axborot texnologiya asoslari fanidan bugungi mavzumiz shaxsiy kompyuter tuzilishi. Bu qiziqmagan bir o'quvchimiz yo'q deb o'ylayman. Bu sohada juda qiziqarli mavzu. Kompyuterdagi har bir qurilmani vazifasini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'zi aslida mana bugungi kunda foydalanayotgan shaxsiy kompyuterlar 20-asrning 40-yillarida asos solingan. Kompyuter so'zidan olingan bo'lib, hisoblagich ma'nosini bildiradi kompyuterlar. Kompyuterning asosiy qurilmalari quyidagilar bo'ladi. Ya'ni sistemali blok, klaviatura, sichqoncha va monitor. Bular asosiy shu kompyuterning qurilmalari hisoblanadi. Endi bu sistemali blok deyishda ichki qurilmalari ham mavjud. U boshqa tema bo'ladi. Biz hozir asosiy qurilmalarni vazifasi bilan tanishamiz. Sistema blok o'zida bir nechta murakkab qurilmalarni birlashtirgan va himoya g'ilofiga o'ralgan qurilma. Bunda asosiy plata, protsessor, xotira, qattiq disk, doimiy xotira qurilmalar joylashgan bo'ladi. Endi asosiy plata yaxlit asosga yig'ilgan elektron sxemadan iborat. Unga protsessor, xotira va boshqa qurilmalar, hamma qurilmalar shu asosiy plataga o'rnatiladi. Mana ko'rib turibmiz, mana asosiy plata, ya'ni mikrosistemali blokning ichida shu qurilma o'rnatiladi va mana protsessor shu joyga joylashadi. Ya'ni kompyuterning miyasi, ya'ni asosiy ish bajaruvchisi. Qolgan qurilmalar ham shu asosiy plataga o'rnatiladi. Ayrimlarimiz ona plata deb ham o'rganib qolganmiz. Shu ona plata, ya'ni asosiy plata shu bo'ladi. Protsessor kompyuterning asosiy qurilmasi hisoblanib, undagi barcha qurilmalarni boshqaradi. Ya'ni miya hisoblanadi, byurolar bajaradi. Qattiq disk ma'lumotlarni saqlovchi xotira qurilmasi hisoblanadi. Ya'ni bizdagi kompyuterdagi qilingan hujjatlarimiz, video rasmlarimiz hammasi qattiq diskda saqlanadi. Tezkor xotira ma'lumotlarni vaqtincha kompyuterda ishlashini davomida saqlaydi. Ya'ni kompyuter yonganda ishga tushirgan dasturlarimizni tezkor xotirada vaqtincha saqlab turadi. Agar kompyuterni o'chirsak, u tezkor xotiradagi ma'lumotlar hammasi o'chib ketadi. Qattiq disk bilan tezkor xotirani bir-biriga almashtirib qo'ymasligimiz kerak. Bu qattiq disk doimiy xotira deyiladi. Tezkor xotira vaqtincha ma'lumotlarni saqlaydi. Bizning hamma hujjatlarimiz qattiq diskda turadi. Endi bu CD-ROM va disk yurituvchilar. Hozirda bunga ehtiyoj juda kamayib ketdi. Bunga sabab bilamiz. Fleshka va internet tarmog'idagi Telegram messenjerlari yoki shunaqa messenjerlar ma'lumot jo'natish orqali foydalanadigan messenjer orqali shunaqa disklarda ehtiyoj kamayib ketdi. Lekin hozirda bor bular, yo'q emas. Mana monitorlar ham hozirda turi ko'payib ketdi. O'ziga voqea hajmdagisini ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Lotincha, ya'ni eslatuvchi, xabar beruvchi ma'nosini anglatadi. Mana 3 xil monitor bor, ko'rib turibsiz. Elektron nurli trubkali, suyuq kristalli, plazmali. Endi klaviatura kompyuterga belgilarni kiritishda yordam beradi, ya'ni ma'lumotlar kiritish uchun. Bu sichqoncha kompyuterga ma'lumotlar kiritishni tezlashtiradi. Bu kompyuterning qo'shimcha qurilmalari printer. Mana printer ham 3 xil bo'ladi deyapti. Ko'rib turishlar mumkin. Printerning asosiy vazifasi kompyuterdagi ma'lumotlarni qog'ozga chiqarib beruvchi qurilma. Ya'ni kompyuter xotirasida kiritgan hujjatlaringiz, rasmlaringiz va boshqa narsalaringizni shu qog'ozga chiqarib beruvchi qurilma hisoblanadi. Bu endi skaner. Skaner printer ya'ni qog'ozdagi ma'lumotlarni kompyuter xotirasiga o'tkazadi. Ko'rib turishlar vazifasi bir-biridan farqli bo'lib piksellar soni qancha keng ko'p bo'lsa shuncha ma'lumot aniq bo'ladi. Piksel nima deydi? Gorizontal va vertikal piksel. Endi bu to'g'ridan qog'oz chiqaruvchi qurilmalar. Endi kompyuter yoqish uchun asosan yoqamiz, o'chirishda Alexey yoki tugatish tugmalari orqali to'g'ri bu yerda yoqqan joyimizni kompyuter haqidagi darsimiz shularga ko'ra